PUBG Mobile o'yini uchun 60 FPS yoki 90 FPS da ishlaydigan telefonlardan bormi deb qidirib yurgan obunachilarimiz uchun maxsus video tayyorladik. Agar shuning orasida siz ham bo'lsangiz, mana shu video aynan siz uchun. Mana ko'rib turganingizdek, iPhone'larimiz bor, Redmi'larimiz, Xiaomi'larimizdan bor, Poco'larimizdan ham bor. Barchasini hozir bitta-bitta sizlarga narx-navos bilan tanishtirib chiqamiz. iPhone XR deb nomlangan modelimiz, xotirasi 128 GB, batareya yo'ngish 99%. Buni Face ishlamaganligi sababli arzonroq chiqadi. Narxi 1 ming so'mga berib yuboramiz. Hop, iPhone 8 Plus deb nomlangan modelimiz, xotirasi 64 GB, batareya yo'ngishi esa 100%. PUBG uchun 60 FPS da ishlaydi. Narxi 1 650 ming so'm. Xuddi yana shu 8 Plusdan oq rangligi, xotirasi 64 GB, batareya yo'ngishi esa 72%. Bu ham PUBG Mobile o'yinida 60 FPS qo'llab-quvvatlaydi. Narxi 1 600 ming so'm. Hop, Samsungdan A51 4G deb nomlangan model, ofitsialniy telefon, ikkita sim kartali, xotirasi 6 ga 128 GB, PUBG da 60 FPS da ishlaydi. Narxi 1 100 ming so'mga berib yuboramiz. Hop, Poco X5 Pro deb nomlangan modelimiz, ikkita sim kartali bo'ladi, xotirasi 256 GB lik, 5G podдержка qiladi, PUBG da 60 FPS da ishlaydi. Qarobga dokumentlari ham bor. Narxi 1 870 ming so'mga berib yuboramiz. Hop, Poco GT X Tour 5G podдержка qiladi, xotirasi 8 ga 256 GB lik, 90 FPS da ishlaydi. Holati o'rtacha, ideal emas, lekin ishlatib qo'yishga arziydi. Narxiga keladigan bo'lsak, 2 million so'mga berib yuboramiz. 90 FPS uchun menimcha zo'r narx. Hop, Redmi'dan Note 8 Pro deb nomlangan modelimiz, 64 GB lik, 60 FPS da ishlaydi. Narxi esa 1 100 ming so'mga chiqadi. Hop, Poco'dan X3 Pro deb nomlangan model, 60 FPS da ishlaydi. Xotirasi 8 ga 128 GB, holati yaxshi, korobka dokumentlari ham bor. Narxi 1 450 ming so'mga berib yuboramiz. Ushbu apparatlarimiz sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bizga mana shu nomerlarga telefon qilgan holatda yoki Telegram orqali aloqaga chiqib, qo'shimcha ma'lumot olsanglar bo'ladi. Manzilimiz Namangan shahar, Texnopark 84-do'kon. Sizlarni do'konimizda kutib qolamiz.